Siz bu yerda qanchalik vaqtcha deya olasiz? Janubiy Amerikaning ekvator qismida mundaq bir insonlarning cheklangan joyi deb ataladigan sirliq rayon bor. Bu yerda quyuq o'sgan o'rmonliq, suvlari supsuzuk daryo, turlari intayin ko'p bo'lgan jilliqlar bor. Shuning bilan bir vaqtda bu go'zal manzaralarning oqsiga jonga zomin bo'ladigan xatarlar yo'shirilgan. Bu xatarlik ishlar hatto bu yerga kelgan barliq ekspeditsiyachilarni tasavvur qilg'ili bo'lmaydigan vahim ichiga kirgizib qo'ygan. Undaqda bu joy zot qayer? Bu dal insonlarning cheklangan rayoni deb atalgan Amazon yomg'irliq o'rmonligi. Dunyodagi eng chong yomg'irliq o'rmon bo'lish sifati bilan Amazon yomg'irliq o'rmonining o'rmon bilan qoplanish nisbati 50% ketgan. Butun dunyodagi karbon dioksidni so'mirib, yer sharining ekologiyalik muhitini qo'llashda muhim o'rinda turadi. Shu sababdan u yana yer sharining o'pkisi degan go'zal nomga erishgan. Shuning bilan bir vaqtda bu yerda yana dunyodagi ko'p xil bo'lgan ekologiyalik sistem bor. 100 milliondan ortiq ko'chat turi, necha minglagan baliq turi, necha yuzlagan sut emguvchi hayvonlar bu joyda o'rtaq yashaydi. Ammo dil mushundaq intayin cho'ng bo'lgan ekologiyalik sistemaga jonga zomin bo'lgan har xil xatarlar yo'shirilgan. Amazon o'rmonligi jami 4 ekologiyalik qatlamga ega. Undaqda siz bu yerga tekshirishga berib qolsangiz, qanchinchi qatlamgacha chiday olasiz. Uzun mezgil qorong'u ham nam muhitda turganligi uchun birinchi qatlamdagi ekologiyalik sistemada siz xuddi yomg'irga o'xshash jonni oladigan zaharlik pashini uchratasiz. U har vaqt sizga bezga qatorliq kasalliklarni yuqtirishi mumkin. Shuning bilan bir vaqt yana siz qo'lingizning olqiniga liq keladigan har xil qurt, hatto sizdan yo'g'on bo'lgan 80 fut qatorliqlarni uchratasiz. Uningdan boshqa eng qo'rqinchli o'simlik orsiga yoshirinib olgan dunyodagi zahri eng kuchli paqa, to'plashib olgan cho'millarni ko'rasiz. Agar tuyuqsiz bu jonliqlar tarafidan chiqib olinsangiz, birinchi qatlamdagi ekologiyalik sistemada mangu qilib qolasiz. Bu faqat boshlanish xolos. Texnik qo'rqinchli, texnik oldimizda. Uzun mezgil qorong'ulik ichida turg'achqa bu yerda nurg'ulg'an zaharlik o'simliklar bor. Buning ichida eng xatarliki jandumu deb ataladigan o'simlik bo'lib, shexidan chiqargan oq rangli suyuqlik tarkibida kuchli zahar bor. U agar yara yig'izga tegib ketsa, yurakning xizmatiga ta'sir yetkazib, qonning qaytishini shakllantirib, o'lishni keltirib chiqaradi. Shuning bilan bir vaqtda yana bu qatlamda nurg'ulg'an go'shxo'r hayvonlar bor. Bu rayondagi eng qoltis ovchi bo'lish sifati bilan Amerika qoplini kuchli tishlash kuchiga ega. Bu hayvonlar uchrab qolsangiz, siz ikkinchi qatlamdan aslo chiqolmaysiz. Amdikisi bo'lsa insonlar qadam besishga qat'iy jur'at qilolmaydigan 3-qatlam. Garchi bu yerda quyuq bo'lgan o'rmonliq, qo'rqinchli zaharlik jonliqlar yo'q. Faqat jimjit oqadigan daryo bor bo'lsa-mu, lekin bu qatlam butun Amazon o'rmonligiga nisbatan eng xatarli qatlam. Chunki qarmoqqa jimjit oqadigan daryo ostiga nurg'ulg'an jonni oladigan jonliqlar yushlangan. Masalan, timsoh, odamxo'r beliq qatorliqlar. Buningdan boshqa bu yerda yana bir xil jonliq bor. U bo'lsa-mu, parazitsimon beliq. U intayin kichik bo'lib, uzunligi 1 santimetrga ham yetmaydi. Ammo u sizning suydik yo'lingizga kirib olib, sizni qiynay oladi. Agar vaqtida operatsiya qilinmasa, o'lishni keltirib chiqaradi. Eng oxir qatlam bo'lsa, hozirgacha hech kim oyoq besib boqmagan Amazon o'rmonligining eng ichki qismi. Bu yerdagi daraxtlarning egizligi 60 metrga yetadi. Bu yerdagi o'simliklar uzun mezgil qorong'u muhitda turg'achqa o'zidan nur tarqata oladigan alaylikni intilgan. Har bir o'simlikdan chiqqan nur o'xshamaydigan bo'lg'achqa bu joyni intayin go'zal tusga qilgan. Undan boshqa bu yerda yana insonlar texib bayqamagan nurg'ulg'an o'simlik va jonliqlar yashaydi. Ammo yaqinqi mezgilning yaqi insonlar faoliyati sababidan Amazon o'rmonligi nurg'ulg'an xirisga duch kelmaydi.